Bular yani sepmedim. Onu yağım onu sip geçelim. Yirmi anca imzasız boşet başladım doğrusu. Bu nasıl böyle olsun kıyın narsa emasda. Shuning uchun yechadiganlarni yechib yuboraverdim. Ko'ngli xotirjam bo'ladi, baribir. Skochda ming o'raganimiz bilan qirg'oqlar qoladi, tegib qoladi, boshqa bo'ladi. Endi mayli, mana uni qani o'zi o'rarman. Buni bilan ham yechib olamanmi? Mana o'zi yangi ekan, baqa chexol qo'yadi. Xohlasa zo'r bo'ladi inshaalloh. Biz endi yig'amiz, mavlani ikkitasini bo'shatib olamiz. Osonda, g'izit bo'shatib olasiz. Sepasiz, ana qo'yib qo'yasiz. Chiroyli bo'ladi ish. Xohlasa mana bo'yli bu ishlari ham chiroylab mana sepib, g'aldiratib qo'ydik. Qo'yib turmaylar. Çok güzel bo'ladi, cho'tki bo'lib. Yerimni olganim uchun qirg'oqlari ham juda chiroyli chiqqanda. Agar bundoq qilib suv chiqib chiqsang, qirg'oqlari bilinib, xunuk bo'ladi-da. Men sana aytaman, o'zim mana yerda qo'yib ketdim, mana. Ko'rsanglar, o'sha defekt bor. Yerimni yechib turib qilsa, vobshim qolmaydi, chizib. Biz endi ham qattiq tozalab qo'yamiz. Bu tarafdan qarasam, tevadan qarasam mana. Çok güzel. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Chiroylab, shaqanqa damazdani boshqa ishlarni plasmas apshkani kras qilishga bo'lsa aytsangiz, chiroylab kras qilib beramiz. Shaqanqa akkuratni qilib. Shu klas chiqdi. O'ta zo'r.